uchun Atlas nashriyoti sizlarga kitoblar sovg'a qilyapti. Atlas nashriyoti, ya'ni tarixni o'zgartirgan mutafakkirlar. Sizlar ham mana shunday o'qib, tarixni o'zgartiradigan mutafakkirlar bo'lib yetishlarini istaymiz. Tushunyapsizlar? Buni tarixni o'zgartirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'qishimiz kerak. Qanday tilda o'qishimiz kerak? Chet tilda o'qishimiz kerak. Endi bugun o'rnagan o'quvchilar aytaman. Bir oylik mana, bir oy davomida bular mana shunaqa ball yig'ib chiqishadi va hisoblaymiz. Birinchi o'rin Azimjon, tabriklayman. Tabriklaymiz Azimjon. Tabriklaymiz. Ilming ziyoda bo'lsin. Bundan ham yuqori martabalarga erishib yuribdi. Mana. Senga paypachik bu kitob nasibsa tarixni o'zgartiradigan, eliga, yurtiga naf tegadigan farzand bo'lib o'sgan. Xo'p? Ikkinchi o'rin Diyora. Tabriklayman Diyora. Nasib bo'lsa sen ham tarixni o'zgartiradigan farzand bo'lgin. Tarixni o'zgartiradigan farzandlarning onasi bo'lgin. Nasib bo'lsa ilming bundan ham ziyoda bo'lsin. Doim bilim tarqatishdan charchamagin. Xo'p? Mana, ko'ryapsan, sizlar kitoblar izlab kelyapti.